Taxt va jang maydonidan narida bir shoirning ichki olami yashaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur tarixda buyuk saltanat asoschisi sifatida tanilgan, ammo uning eng chinakam merosi qilichda emas, qalamda mujassam. Saroy sukunatida yolg'iz qolgan lahzalarda Bobur dunyoga shoh emas, inson va shoir sifatida boqadi. Bobur ko'ngli doimo yo'llarda edi. U bog'lar orasida yurar ekan, nigohlari uzoq tog'larga, vatanga intilardi. Uning qalbida sog'inch, hijron va sukut hukm surardi. Farg'ona vodiyining xaritalari, ipak kiyimidagi naqshlar, bularning barchasi uning xotiralariga singib ketgan edi. Bobur kam kular edi, chunki u chuqur his qilardi. Mana u qog'ozni yoyadi. Qalam siyohga botiriladi. Har bir harf yurakdan chiqadi. Shu satrlarda Bobur hukmdor emas, balki o'zini ochgan shoirga aylanadi. Uning so'zlari sodda, ravon va samimiy, Chig'atoy turkiy adabiyotiga yangi ruh olib kirgan ovoz. Asrlar o'tsa-da, bu satrlar o'z kuchini yo'qotmadi. Keling, Bobur qalbidan chiqqan g'azalni tinglaylik. Xating aro uzoring, sabza ichinda lola. Ul chashmi purxumoring, loladagi g'azola. Barcha parilar jon, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasinda hola. Barcha parilar jon, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasida hola. Barcha parilar jon, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasida hola.